Uyda tayyorlangan shokoladli qulupnaylarning ideal chiqmasligiga 3 sabab. Eng muhimini uchinchisida aytib o'taman, diqqat qiling. Birinchisi, noto'g'ri tanlangan shokoladlar. Aksariyat odamlar do'konda sotiladigan arzon, tarkibida o'simlik yog'i ko'p bo'lgan shokoladdan foydalanishadi. Oqibatda bunday shokoladlar qulupnay ustini ideal qalinlikda yopib bera olmaydi va ta'mi ham ko'ngildagidek chiqmaydi. Shuning uchun qimmat bo'lsa-da, lekin sifatli va kokos yog'i ko'p bo'lgan shokoladlarni tanlang. Ikkinchisi, to'g'ri haroratda eritmaslik va oqibatda shokoladni kuydirib qo'yish. Esingizdan chiqmasin, har xil rangdagi shokoladlar turlicha haroratda eritiladi. Masalan, qora shokoladlar 45-50, sutli shokoladlar 40-45 va eng nozik hisoblangan oq shokoladlar 35-40 gradus oralig'ida eritilishi kerak. Agar siz mikroto'lqinli pechdan foydalanadigan bo'lsangiz, har 15-20 soniyada uni aralashtirib turishingiz zarur. Uchinchisi va eng muhimi, kerakli vositalarga ega bo'lmaslik yoki maqsadli foydalana olmaslik. Masalan, ayrimlar qulupnayni shokoladga botirayotgan payt uni shokolad ichiga butunlay tushirib yuboradi. Bunday bo'lmasligi uchun shpashkani birinchi shokoladga botirib, keyin qulupnay ichiga tiqish kerak. Shunda uni mahkam ushlaydi. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, sahranit qilishni va like bosishni unutmang. Bizni kuzatishni davom eting.